Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Diğer avtomobil xudo xolasa Matizimiz geldi. Egalardan dogovor beriladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 10 million so'm pul so'rab turibdi egasi. Xohlasangizlar 2 oyda 5-5 dan bo'lib bersam bo'ladi. Mashinamizning holatlari ro'yxatga ko'rsatib o'tamiz. 24 oy oylik to'lov 2300 dan, agar 30 oy bo'lsa 2 million so'mdan berecek egalar. Metan gaz ballonlar qo'yilgan. Texpasportda bosilma ekan, uni aytib o'tamiz. Churik zanglari yo'q. Ishlanib turibdi mashinamiz polni. Salon qismidan ko'rsatib o'tamiz hozir. Aynalari knopkada 166 ming kilometr tutdi. Ishlarning holatlari. Mashinamiz egalaridan hurmatli obunachilar, sotib oldim mashinamiz 8 sezasidan sotib beraveramiz qo'llangancha. Kim qiziq qolsa pastdan o'yinlarimiz qoldiramiz, diğer hafta kelaverasizlar.